Bismillah, alhamdulillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Assalamu alaikum ve rahmetullah ve berekatuh. Aziz dindoshlar, bugun madrasamizning mehmoni doktor Yaqub bo'ladilar. Xush kelibsiz doktor Yaqub. Xush bulduk. Doktor Yaqub, bir o'zingizni tanishtirsangiz, kim doktor Yaqub kim bo'ladilar? Qayerda o'qiganlar, faoliyatlar haqida. Elhamdülillah, salatu ve selamu ala Resulihi ve men vala ve ba'd. Birinciden bugünkü sizin bu kütüp alışlarından ben memnun oldum. İnşallah Allah halasa bundan keyin bir risale yetkizişte hemkarlaşıp Allah'ın dinini, Allah'ın emri boysunluq Allah'ın katarı ta'avunul birri ve takva. İkinciden ben ismim Yaqub Yusuf. Türkistan-ı Şerkiye'nin Kaşgar diyen vilayetinden, yani Peyzavat nahiye dep koyamaz biz. Peyzavat'ta tug'ilgan. Kichikimden atam bir alim bo'lg'achqa uyda talabalar o'qiydi. Men Qur'on yodlayotgan paytimda atam berayotgan darslarni men bir ikki eshitib yod qilib olar edim. Bana Suad masalan, Bana Suad juda og'ir qasida. Undan keyin atam bu bir hofiz bo'lsin, undan keyin bu ilmni davom etsin deb qorilikqa olib bergan. Bir yil ichida 16 pari yodlagan edim. Atam rahmetli bo'lishdan ilgari 16 pari yodladim, ama hammasini bilar edim. Bu bugungi kundagi bolalardek emas, boshni yod qil, oyog'ini yod qilsa boshni unutadigan emas, balki 16 paridan atam imtihon olgan. Hali ketishdan burun. İmtihanni o'tgan edim. 8 yoshimda imom bo'lishga boshlagan. Atam o'lib ketib, biroz kechikib qoldim, ama to'liqladim. Ondan keyin şu atam bar vaqtlarimda Qur'onni o'qiyotganimda ma'nosini so'raydim. Hozirgidek aqlimda bor. Wa kuntum qawman bura deganni ata buning ma'nosi nima degan bo'ladi desam, halok qilingan qavmlar degan. Hozirgidek bilaman. Ondan keyin hayhata lima tu'adun. Shunday bir lafzlar kelsa, yiroq deb berar edi. Şimdi balalarim shunday nima qiladi. Hafiz bo'lgandan keyin kallamda hafiz bo'lsam zaten menga yetadi bo'ldi, boshqa bir şey yo'q degandek bir e'tiqodda turgan. Hafiz bo'ldum, keyin yo'q. Qur'onning ma'nosini o'rganishim kerak. Olim bo'lmasam bo'lmaydi deb Pakistanga chiqdim 17 yoshimda. Maşallah. Pakistan'da şu Düyben medresini 7 yılda tükettim. Ondan keyin Arabistan'a keldim. Qisqacha hamda. Arabistan'da kelganda şu arab tilininki muhimligini u yerda 4 yil arabcha, 4 yil urducha o'qidik. Her ikilisinden razı emasman. Her ikilisini biz bunda kama hakkuhu o'rganolmadik-da. Ondan keyin arab tiliga biroz qiziqib, Kulliyatulloh Arabiyya kirdim. Tükettim. Magisterlikka imtihan bersem nisb olmadı. Ondan keyin aytdimki, bizga yetadi ajamlarga, şu bakalyarius bo'lsa bo'ldi. Men bir tafsir yoki aqida yoki da'vatda davom qilay degan nimada Allohning tanlig'ini bizdan yaxshi bo'ldi. Da'vatda magisterlik doktorlikni tugatdim. Yani Arabistan'da takriben 19 sene Arabistan'da turish nisb bo'ldi. Ömrümün köp bir kısmı. Elhamdülillah. Ondan keyin bu Türkiye'ye kelib yerleştik. Bir yerde sizler bilen tanışıp Allah'ın yolunda o'yindoq bir xizmat qilamiz deb turyapmiz. Bu qisqacha. Allah razı olsun, jazakumulloh. Doktor, sizga bermoqchi bo'lgan savolim bugungi kunda nega ichimizda zabardast olimlar, xuddi oldingi zamonda Imom Buxoriy, Imom Termiziy, diniy sohadan va dunyoviy sohalardan Al-Xorizmiy, Biruniy, Ulug'bek shunga o'xshagan zabardast olimlar nimaga oramizdan hozir qaytadan yetishib chiqmayapti? Shuni bir tushuntirib bersangiz. Hakikaten hozirgi zamondagilarga shunday olimlar yo'q desa, undaq olimlar şu zamanda yetishar edi, bu zamanda yo'q deb o'tirishida bular. Bu xato gap. Mesela İbnül Vardi deydi, la taqul qad zahabat arbabuhu kullu man sara ala darbi wasal deydi. Bu ilim unda mujtahidlarning zamoni ketdi. Endi bu zamanda mujtahid chiqadigan zaman emas demang. Kim shular tirishgandek tirishsa yetishidi deydi. Mesela ilgari bizning ajamlardan ko'p nimalar chiqqan edi. Mujtahid olimlar, bu biz arablarning ustozlar, mesela Zamaxshariy chiqdi, bizning Buxoriy chiqdi, undan boshqa ko'p olimlar. Nimaga chiqmaydi? Haqiqatan bu savol bizni nima qilishimiz kerakda. Xosatan mesela sizlarningki Buxoro merkezli ilim bo'lgan. İslam dünyasından mesela bu Mısır, Hicaz'dan hiç kam bo'lgani yo'q. Hadis ilmini şu yerde taradı. Mesela Kur'an Mekke Medine tarasa vallahi hadis ilmi Buxaradan taradı. Onun için
Mana bu Özbeklerning qadri Arabdan qolsa ikkinchi sharaflik millat. Masalan, bu şu Buxariyninki muhaddislarning shu yerdan chiqish bilan bizning qadrimiz ko'tarildi, yurtimiz bu tanildi yani. Birinchidan bu şu g'aflat. Haqiqatan biz bu dinimizde normal musulmon bo'lsak rozi bo'lib, dunyolikda zaten Elon Musk'dek pul topmasak bo'lmaydi deydigan kalla bizni qaplab ketdi. Dunyo haqiqiy bizni ishg'ol qilyapti. Endi bu bola kichik ota-onalarni qo'yman-da men nimani mas'uliyatni. Ota-onalar bo'lgan kishilar İbrahim ibn Adham deydi, rahimallohu validi, kana yu'tini dinaran ala hifzi hadisin wahidin deydi. Otalar yaxshi ulgu bo'lish kerak. Otamga Alloh rahmat qilsin, bir hadis yodlasam bana bir dinar berar edi deb. Buxoriyning ustozi Ibrohim ibn Adhamdan Buxoriy oldi. Buxoriy undan keyin mana hadisninki Amirul Mu'minin fil hadis. Shundaki ota-onalar aqlliq bolalar bo'lsa, Ingilteraga, Amerikaga jo'natadi, Almaniyalarga texnologiya o'qisin, kompyuter o'qisin deydi. Bir az zaif bolalarni apirib qarxanaga ekilib qo'yadi. Bu müşahidjan baxsin, nima qilsin deydi. Hem özlerden bundaq bir ata-onalarda ixlos qalmadi, bundaq bir nima qalmadi. Bolalarni ko'p ayblay yani. Onun için ata-onalar bularga ko'p bundaq bir nima bermaganlik. Baylar o'qitmadik. Hep biz qarasak bundaq bir kambag'allarning, faqirlarning bolalar o'qiyapti. Bu bolalar o'qimasi bo'lmagan, ishlamasi bo'lmagan, pul topmasi bo'lmagan. Bu o'qishni davom etishga orqada bir turk bo'lmasa, davom etilmaganlik. Ko'p ixlosmanlar bor. Bundaq aytganlik ota-onalarning hammasi ixlossiz deganlik emas. Yuragi qaynaydiganlar bor, o'qisa bo'ladi deb. Ba'zilarining bugungi sharoitda bunda bir nima bo'lmagan, sharoiti bo'lmaganlar bor. Shu nimadan birinchisi g'aflat. Ikkinchidan masalan, bu qillat shu'urul mas'uliyya. Bu ilmning muhimligini bunda bir his qilishning zaifligi. Dunyoga berilib ketganlik. Üçüncüden talib ilimning o'zining bir arqa törük buna bir o'zining sharoiti, iqtisodiy sharoiti bo'lmaganligidan xafalatdi. Endi bugungi zamonni biz o ilgirki zamonga o'xshatib qilsak zulm qilgan bo'lamiz-da. Endi o talib o'ylanmasi bo'lmaydi. Oila kerak bunga. Shundaq nimalarga bu majbur bo'lib qaradi. Vallahi bu qadar taliblar borki, kechanda sinov madrasa ko'rdim. 9 yoshlik bola suhur yemay ro'z tutsam bo'ladimi deb yig'ladim vallahi ketib o'tib. Bu bola baliq emas, yani mukallaf emas. Bu şu Aşr-ül Hacc'da edi kelgan vaqtimizda. Bu maşallah ro'z tutadigan bu kunlarda dedim-da, bor Alloh taolaninki bandasi. Alloh taolo qalbiga soladi. Ammo ba'zi bundaq bir muhit sharoitlar hammani odamga ot qilib bo'lmaydi. Masalan, davlatlarda bir xil nima hurriyat yo'q. Muhindaq bir holatda. Ammo bizda bor. Har tarafdan bor. Shu sababdan muhindaq olimlar chiqmayapti. Eng nimasi zaten bu bizdeki gaplar. Bu bo'lsa-mu, ayni vaqtda ularga sharoit bundaq yaxshi bo'lmagan. Sizlar Buxoriyni deb chiqargan, vallah Makka ahli payg'ambarimizni deb chiqargan. Olimlar hozirgi jutun hedib ular g'alba qildi bular. Endi biz bir tarafdan o'zini qo'yamiz, yani bir tarafdan o'zini yo'q. Vallahi Alloh taolo dedi, "Vallohu ya'simuka minan nas." Alloh taolo seni qo'g'daydi seni. Yetkizishdimi? Qo'g'daydi, ilm o'qish zamonida Alloh taolo nima beradi. Endi shu imanning ojizligi, g'aflat shuning kelimasidan bo'layapti bu ishlar. Ammo buni biz g'alba qilib basib ketish imkoniyatimiz bor bizningki. Buni cho'qim shundaq bir nimaga, shuni yaqindagi bundan keyingi avlodlarimizni ota-onalar bizga maslashib bersa, masalan yana bir ota-onalarga biz bolalarni bu tariqada yetishtiramiz desak, ular aralashib oladi. Yo'q, mening bolam faqat Qur'on o'qib bersa bo'ldi. Yo'q, mening bolam bu qadar o'qisa yetadi. Biz bilamiz bolaning bu qadar aqlliq bolani, o'qishga ko'p ixlosi borligini. Shu ota-onalar bizga topshirish kerak ustozlarga. Bolam bir yetishib yaxshi olim bo'lsin desa, qaysi tariqada qilish o bizning ustimizga olishimiz kerak. Undaq nima qilsak, inshaalloh biz yana shu ajdodlarimizningki o'chib ketgan chiroqlarini qaytadan nima qilib, Zamaxshariy chiqara olamiz. Biz Buxoriy chiqara olamiz inshaalloh. Ko'rib Hijozda hadislarni yod qilganlar bor. Qur'onni maşallah qayerdan aksiga tersiga so'rsam bilganlar bor. Maşallah bizda chiqdi, biz Allohning bandasi. Biz arablardan ustun nima kelgan biz. Masalan bu olimul islomiy qarasak, bu mufassirlarning ko'plar muhaddislar arab bo'lmagan. Biz tarafdan chiqqan, xosatan vallah. Biz bu sharafimizni qayta olib olish bizga fursatimiz bor inshaalloh. Inshaalloh. Jazakumulloh xayr. Barakalloh. Allah razı olsun doktor. Cümlemizden. Subhanakallahumma ve bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka